Assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli mehmonlar, qadrli hamkasblar. Avvalambor O'to'lar jamoasining 3-konferensiyasi va 2-jild kitobi taqdimoti bilan muborakbod etaman. Ushbu konferensiya va kitob nashriyotida bosh bo'lgan ustozimiz Hasan Sadiq Masxarichga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Shu bilan bir qatorda O'to'lar asoschilaridan biri ustozimiz Gulyam Shehzodjon Bahramjonovich hamda Muzaffar Tuyg'unxon Akramovga katta rahmat etamiz va albatta O'to'lar jamoasiga. Hammamizga ma'lum, endoskop yaratilishi bu tibbiyotda inqilobiy o'zgarish olib kelgan va shu bilan bir qatorda lor sohasida ham. Ya'ni 2000-yillar boshlarida lor sohasidagi o'sha rinologiya bo'limida endoskop kirib kelgan bo'lsa, 2010-2015-yillarda endoskopik o'rtoqloq jarrohlik amaliyotlarida endoskop o'rni sekin-sekin kirib kelishga boshladi. Demak, bugungi mavzuimiz o'rtoqloq jarrohlik amaliyotlarida endoskopik yondashuv. Endoskopik o'rtoqloq jarrohligi quloq pardasi va uning atrofidagi tuzilmalarda jarrohlik amaliyotlarini bajarishning minimal invaziv usulidir. Endoskopik quloq jarrohligi tarixiga keladigan bo'lsak, hammamizga ma'lum, buni birinchi marta o'sha Muaz Tarabichi 1997-yilda o'rta quloqda operatsiyalar bajarib, 37 ta bemorda aktikdan, ya'ni xalsitoma tozalash usulida o'sha tatbiq qilingan va uni o'sha ma'lumot bergan, ya'ni temporatomiya va kengaytirilgan aktikotomiya o'tkazilgan to'g'risida. Albatta, buni tarixga keladigan bo'lsa, keyingi yillarda ko'pgina endoskopik lor jarrohlar birlashib, ya'ni ishchi guruh ishlab chiqqan. Bunga asos sifatida Muaz Tarabichi ko'rinib turibdi. Bu yerda butun dunyodagi endoskopik lor o'rtoqloq endoskopistlari yig'ilib ustoz sifatida Muaz Tarabichini ko'rinyapti. Ya'ni bu yerda tagidagi Muhammad Badr Eldin, Livi Prisuiti, Daniel Marchioni, Stefan Ayachi, Javo Flavio Naguera. Endoskopik quloq jarrohlariga hissa qo'shgan olimlar bilan tanishamiz. Albatta O'zbekistondan boshlaymiz. O'zbekistonda ustozimiz o'sha Gulyam Shehzodjon Bahramjonovich, O'to'lar akademiya rahbari, O'to'lar hospital asoschilari, O'to xirurg, tibbiyot fanlari doktori ustozim bo'ladilar. Bizlar bilan bir necha yillardan beri qo'shma ravishda operatsiya bajarib kelamiz va o'rtoqlar kasalliklari va o'rtoqlar jarrohlik amaliyotlarida juda ham katta hissa qo'shgan va o'zimga ham bevosita juda ham hozirgi kungacha ham ustozlik qilib kelayotgan ustozimiz. Dunyo miqyosidagi ustozlar bilan tanishib chiqamiz, ya'ni o'rtoqlar jarrohlik amaliyotlariga hissa qo'shgan olimlar. Birinchisi o'sha aytib o'tganimdek, Birlashgan Arab Amirliklarida Dubayda istiqomat qiladigan va faoliyat yuritadigan Muaz Tarabichi professor. Keyingisi Robert Vincent Fransiyadan, Daniel Marchioni Italiya professor Livia Prisuiti Italiya, professor Daniel Lee Amerika Qo'shma Shtatlaridan va professor Muhammad Badr Eldin Misrdan. Demak, o'rtoqlar jarrohlik amaliyotlarida ishlatiladigan jihozlar hammamizga ma'lum. Bunda o'sha sinskop, ya'ni otoskop, qalinligi 2,3 mm, uzunligi 11-14 cm. Graduslari asosan 0, ba'zi holatlarda 30 va 45 darajali sinskop, otoskop kerak bo'ladi. Monitor 24-32 dyum Full HD yoki bo'lmasa 4K bo'lgan afzal. Qancha katta bo'lsa, shunchalik jarrohlik amaliyoti osonroq bo'ladi. Yoritgich LED, galogen, xenon, yorug'ligini 50% dan kam qilish afzal. Kamerasi Full HD, 3 CCD yoki bo'lmasa 4K. Albatta, ishlatiladigan jihozlar bunda o'sha timpanoplastika uchun maxsus ishlatiladigan standart instrumentlar va maxsus instrument paneti to'plami, ya'ni yuqoridagi instrumentlarga o'rtasiga naycha o'rnatgan, ya'ni asos qilish uchun bizga ma'lumki, endoskopik o'rtoqlar operatsiyalari faqat bitta qo'lda bajariladi. O'shaning uchun har bitta instrumentga bu yerda nay qo'yib chiqilgan va bu asos ulaydigan joy va ulayda har bitta ichida tortadigan nay mavjud.
Xonalarda jihozlarning joylashuvi bunda ko'rinib turibdiki, ro'parada monitor, chap tomonda agar o'ng quloq bo'layotganda chap tomonda operatsionniy steril stol va unga yoniga biza qo'l qo'yishga moslama kerak, chunki chap qo'lda endoskop ishlanadi va muallaq davomida, ya'ni 2 soat davomida o'sha qo'lni charchab qolmasligi uchun, ya'ni parlaqotnik deydi, shuni qo'yib turishga mo'ljallangan bo'ladi va monitorimizni bizaga nisbatan, yuzga nisbatan 90 gradus, ya'ni perpendikulyar bo'lsa afzal bo'ladi. Bosh bo'yinda og'riq bo'lmaydi. Operatsiyamiz kamida 1,5 soat davom etadi. O'rtoqloq quyidagi jarrohlik amaliyotlarida endoskop yondashish mumkin. Timpanatomiya va o'rtoqloqni shuntlash, travmadan keyingi nog'ora parda jarohati ishlov berish, timpanoplastika, merkatoz bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi tip, osikoplastika, stapedoplastika va o'rtoqloqda tug'ma va chegaralangan xalsotomani tozalash. Albatta, har bitta bemorning shikoyat va anamnez bor, a'zolar endoskop tekshiruvi, audiometriya, chakka va burun yondosh qo'shiqlari MCT tekshiruvi, zarurat bo'lsa MRT va albatta eshituv infratuzilmani tekshirish. Demak, har bitta bemorni bittalab ko'rib chiqamiz. Demak, timpanatomiya o'rtoqloq shuntlash. Demak, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ikkala quloqda ham bitta bemorda holat bu. Ikkala quloqda ham adgezivniy proses, retraksionniy karman o'ng tomonda ko'proq rivojlangan, chapida endi rivojlanishi. Bitta etapda bu bemorga o'ng tomonlama timpanoplastika va o'ng tomonlama attikoplastika qilingan, chapda travraz shunt qo'yilgan va ikkala eshituv nayini balonodilatator bilan balonoplastika qilingan. Demak, o'sha bemorni travrazga shunt qo'yish jarayoni bitdi. Bu o'sha chap quloq nog'ora bo'shlig'ini shuntlash amaliyoti. Xuddi o'sha boya bemor jelabrazniy, ya'ni mutsin eksudat travrazga shunt qo'yilyapti. Demak, o'sha bemorni operatsiyadan keyingi holati, demak, o'ng tarafda o'sha timpanoplastika qilingandan keyin holat, chapida mana mana shuni qo'yganmiz, o'sha adgezivniy joyi ko'tarilgan va o'sha attikdagi ham qisman yaxshilangan, o'ng quloqda ko'rinib turibdi, attikoplastika qilingan va parda butirini tiklangan. Va audiogrammada ham hozir keyingisida solishtirib ko'ramiz. Tez o'tmayapti bu. O'sha bemorni ko'rishingiz mumkin. O'ng quloqda 42 desibel, chap quloqda 26. Demak, o'ng quloqda 42, chap quloqda 38 bo'lgan. Operatsiyadan keyin o'ng quloqda 26, chap quloqda 28 gacha ko'tarilgan. Keyingi holat nog'ora parda jarohatini tiklash. Iloji bo'lsa 10 kun ichida bajarilgan afzal. Ko'rinib turibdi, juda ham katta travma, ya'ni bara travma bu. Baratravma. Bunda ahamiyatli jihati o'sha loskut tepaga qarilib qolgan, uni loskutni ko'tarib, tagiga gubka qo'yib, keyin lateks qo'yilsa tezroq bitadi va bitish darajasi ham yuqori bo'ladi. Pastdagi ham, tepadagi o'ng quloq, pastdagi chap quloq, boshqa bemor 1 oydan keyin holati. Ba'zi bir holatlarda vrachlarimiz shuna turgan joyda o'z lateks qo'yish harakat qiladi, uni holatda bitmaydi. Chunki tagida turibdi o'sadigan zonasi buni. Ko'tarib bunga yaqinlashtirilsa, bitish imkoniyati juda ham yaxshi bo'ladi. Bu operatsiya mahalliyda bajarilgan. Tamam, ishlamayaptimi deyman. Keyingisi timpanoplastika 1-tip, o'ng quloq timpanoplastika bajarilgan. Audiogramma 42 desibel. Demak, operatsiyasini ko'rib chiqamiz. Mana yaxshilamayapti deng. Tezlashtirilgan formasi operatsiyamizdan endoskopik underlay usulida qilingan. Demak, birinchi o'sha o'rtoqloqqa ajratib olamiz. Albatta, har bitta operatsiyada o'rtoqloqqa tushgandan keyin reviziya qilinadi, ya'ni suyakchining harakati tekshiriladi. Dumaloq darchadagi, ya'ni membrana sekundariyada andacha bo'lsa, demak, harakatlari bor. Va bunga biz kompozit graf, ya'ni tog'ay va tog'ay pardasidan parda yasab qo'yganmiz, chunki subtotalniy perforatsiya bu bemorimizda. Underlay usulida qo'ydik va loskut tushiramiz. Tagiga birinchi gubka bilan spangastan bilan to'ldiramiz. Chunki ko'tarib u fibrozning kalsiyonni tagiga yopishi kerak bu.
va ustidan los kutish tushirib, ustidan ham yengilgina tamponlarni qilamiz va bu tamponni 1 oy muddatga qoldiramiz. Ushbu operatsiyamiz natijasi, demak, oldingi holati, keyingi holati ko'rishlar mumkin idealni bitgan. Ushbu operatsiyaning natijasi bu 42 detsibel, operatsiyadan keyin 22. Juda ham zo'r rezultat bo'lgan. Timpanoplastik ikkinchi tip, ya'ni ko'rib turibdi, timpanoskleroz, totalniy perforatsiya audiogrammada 63.7 detsibelda ko'rsatyapti. Operatsiyamizni yana ko'rib chiqamiz tezlashtirilgan holatda. O'rtoqlikqa kiramiz va albatta reviziya qilamiz. Reviziyada bu yerda timpanoskleroz o'sgan, harakati yaxshi emas va inkusni olamiz, chunki tozalash kerak. Tozalash uchun dostуп ochilgan bo'lishi, bizga kengroq bo'lishi kerak va albatta ehtiyot bo'lamiz. Uni oldidan xorda timpani va yonidan facialis yuz nervi o'tadi. Demak, bu yerda ancha davom etgan operatsiyamiz, chunki operatsiya bitta qo'lda bajariladi va mana por protezini qo'yib harakatini tekshirganmiz. Harakati bor, bu yerda tezlashgan formasida uncha bilinmay qolibdi va o'sha kompozit graf, ya'ni tog'oy va tog'oy pardasidan parda yasab, parda butini tiklaganmiz. Bitta etapda bajarilgan operatsiya bu. Ushbu operatsiyaning natijasi mana do и после. Adashmasam 3 oydan keyingi holat bu. Va mana operatsiyadan keyingi audiogramma 63 detsibelda bo'lsa, undan keyingisi 42. Chunki bunda smeshniy forma bo'lgani uchun 42 detsibel. Keyingi bemor 3-tip, bunda subtotalniy perforatsiya audiogramma bo'yicha 64 detsibel beryapti. Bu ham smeshniy formada. Demak, buni ham shunday ko'taramiz va o'rtoqlarda reviziya qilish jarayonida juda ham katta timpanoskleroz aniqlandi, ya'ni attikka ham o'sib ketgan. Bunda ham o'sha birinchi faqat inkus olib tashlagandan keyin tagida katta timpanoskleroz borligi aniqlandi va tozalandi. Bunda stapedius qoldi, lekin juda ham giperpodvijniy bo'lgani uchun biz bunga torb protez qo'yishga qaror qilganmiz. Ko'rishlar mumkin, facial ustida katta timpanoskleroz. Birinchi hozir inkus hozir bu. Olib tashlamiz inkusni. Bu timpanoskleroz. Yuz nervi ustida to'la turibdi. Stapedius juda ham giperpodvijniy, bitta oyoqcha singan bo'lishi ham mumkin, biz uni aniqlash imkoni bo'lmadi va biz yonidan torb totalniy protez qo'yishga qaror qildik. Hozir uni oxirroqda qo'yiladi, chunki fiksatsiya qilamiz birinchi, chunki xalaqit qiladi protez qo'yish jarayonida. Mana yonidan olib kirdik, podnoshka plastinkaga joylashtirdik, tekshirdik, kurglaknoni addacha bor. Gubka qo'ydik tagiga, ustiga yengil gubka qo'yib, yakunlaymiz operatsiyani. Ushbu bemor operatsiyadan keyingi holati, adashmasam 2 oydan keyingi hali biroz qon talashlar bor va audiogrammasini tekshirib ko'ramiz. 64 edi, undan keyingisi u nara turibdi 37. Ancha ko'tarilgan, chunki bunda ham smeshniy forma. Bu bemorimizni 20 yil oldin operatsiya bo'lgan, eslolmaydi qanaqa operatsiya bo'lganligi, lekin audiogrammada juda ham katta koridor 61 detsibel bo'lyapti. Parda butunligi butun, timpanoplastika, miringoplastika bo'lgan bo'lishi mumkin deb reviziya oldik. Tez o'tirish lozimmi? Videoni yoqoringlar. Ishlamayapti mana. Demak, ochganimizda stapedius yo'q, inkus yo'q, faqat stapedius turibdi. Bemor mahalliy narkozda bo'lgani uchun ochgani o'zida eshitishim yaxshilandi deb bizga reaksiya qildi. Biz por protez qo'ydik, parda butunligi butun, ustidan tog'ay qo'yib operatsiyani yakunladik. Va ushbu bemorimizning operatsiyadan keyingi holat 61, operatsiyadan keyin 28, adashmasam 4 oydan keyingi holat bu. Stapedoplastika bu ko'rishlar mumkin 66 detsibel.
va endoskopik stapedoplastikga olganmiz. Timpanometriyada ham bu yerda AS deb chiqqan va refleks umuman yo'qligi aniqlandi. Bu yerda rasmim qo'yilmabdi. Reviziya qildik. Reviziya ko'rdinglar, harakat yo'q stapedisi, faqatgina impuls o'zi harakatlanmoqda va skutumni biroz olib o'sha stapedis suyagini birinchi tendon mushagini tendonini uzdik va ajratdik. Inkutostapedial jointdan sekin nazorat ostida buni olib tashlaymiz. Superstructurani tagida podnoshniy plastinka qotib turibdi. Bunda buni birinchi navbat o'lchaymiz. Adashmasam 4,5 mm chiquvdi va perforator bilan podnoshniy plastinkani penetratsiya qilamiz. Perforator sal kichkina edi, biz bor bilan sal qottartirdik va titaniy protez, piston protez qo'yilgan. Shipsi bilan fiksatsiya qildik. Harakatini tekshirib ko'rdik. Yaxshi harakati. Ushbu bemorni operatsiyadan keyingi audiogrammasi ko'rishlar mumkin 66, operatsiyadan keyin 32. Keyingi o'rta quloqda chegaralangan xolestotoma, bunda o'sha chap quloqda ko'rishlar mumkin retraksionniy karman, o'tga epidermis o'sib kirib, xolestotoma rivojlanish jarayonida. O'sha bitta o'sha atikotomiya va atikoplastika qilib operatsiyani yakunlaganmiz. Hozir qiziq holat bu yerda ham. Birinchi o'sha epidermisni timpanomeatal loskutni ajratamiz va qisman atikotomiya qilib kengaytiramiz, chunki ichkarida epidermis o'sib kirishi va xolestetomani tekshirishimiz uchun. Birinchi kurik kuyatda tozaladik, keyin borda va panetti asoslari bilan tortib oldik. Va albatta bu yerda gradusli, 45 gradusli sinskop bilan reviziya qildik. Toza bo'ldi va toza bo'lgandan keyin o'sha qisman teshilgan pardani perixondrium bilan yopdik va atikoplastikani qilib, ya'ni tog'ay bilan atikoplastika qilindi. Va o'sha operatsiyadan 2 oydan keyin holati bu, oldingi va keyingi holati. Nora bo'shliq tug'ilma xolestotoma, bu yerda o'sha embrional ravishda o'rta quloqda epidermis qolib ketish natijasida chegaralangan xolestotoma rivojlangan. Bu yerda diagnostikaga ahamiyat berishimiz kerak, chunki faqat perednida emas, butun o'rta quloqni ham egallashi mumkin. Lekin bu operatsiya faqat chegaralangan xolestetomani olish imkoniyatiga ega. Antrumda yoki bo'lmasa mastoidal uchastka tarqalsa, bu orqadan kesib mikroskop yordamida bajarish kerak bo'ladi. Endoskop o'rta quloq jarroh afzalliklari: keng dinamik ko'rinish, jarrohlik amaliyot davomida nog'ora bo'shliq reviziyasi qilish qulayligi, minimal invaziv og'riqning kam bo'lishi va bog'lam juda ixcham bo'lishi, operatsiyadan keyin reabilitatsiyaning yengil kechishi. Albatta, bu jarrohlik usulining kamchiliklari ham bor. Ya'ni jarrohlik amaliyoti bir qo'l bilan amalga oshirilishi, tashqi yuz yo'li tor bo'lgan bemorlar jarrohlik amaliyotlarini bajarish birmuncha qiyinchilik tug'dirishi, endoskop tez saqlanishi, tashqi yuz yo'li yaxshi kemasi talab qilinishi, murakkab turdagi o'rta quloq jarroh amaliyotlarini bajarish imkoni yo'qligi, chuqur binokulyar ko'rishning yo'qolishi. Xulosa, har bir endoskopik o'rta quloq jarrohlik bajarishdan oldin lorazal endoskopiyasi, chakka suyak va burun yo'nalish bo'shliqlar MCKT, zarur bo'lsa MCKT, MRT, to есть audiometr tekshiruvi, eshituvdan o'tkazuvchanligi. Endoskopik o'rta quloq jarroh amaliyotini bajarish uchun bir qo'lda ishlash mahorati bo'lishi, agar endoskopik o'rta quloq jarrohlik amaliyotlarini endi bajarayotgan shifokor bo'lsa, chap quloqdan amaliyotni bajarish lozim, agar o'ng qo'l dominant bo'lsa. Operatsiya vaqtida har doim mikroskop mavjud bo'lishi va unda ishlash mahoratini bo'lishi. E'tiboringizni rahmat. Biz reglamentga qaraymiz, o'tib ketmasdan vaqtdan, chunki